Bugün hem kelgeniş sebebi bunday da. Bizde bollar kecha mana endi qarashga o'tibdi. Joy ochilib qopti deb bizde Facebookga chiqib ketdi. Anam bu kim kepillik berib 100 yıldan keyin bizni söktürüp açılıp kalsa 1,5 kun degan masala oldu. Ana buna aksakallar çoğultup bugün sizler bilen bir gelip ata boğalar koyulgan yerler eken buna misal burada bir ile mamlaket bulganda Özbekistan, Kırgızistan bolup ana bir yerde bizim ata boğalar koyulgan söktürüp şekti. Ana belgili insanlar ozdağın bayağı Molda Niyazındağın söğümü şu yerde koyulgan der. Ana bugün uyuşup kaldık da. Bu yani şunda bulaşırız gerek. Bu bayağı Özbek bilen Kırgız'dan Cerida bir, Suuda bir, müzesi yam, bazar yam, mazar yam bir degen şurada. Doğru. Şu an için bugün kelip hem kişine nime kılayık dep, sakallarıma geldik. Doğru mu nemede Cuma'yla? Yemi bartır bir şey tükürüp da kişine nime kılıp koysak, sorun dışında var. Bizim negizimizde çağırın. Sürüşüm dökünün. Bette bir obelisk yazıp koydursak dedik. Kırgızca, Özbekçe, İngilizce, Orusça. Bu yer Kırgız'ın жазмада атынан көч башын сөөгүш этти жатат. Молда Ниязды Основать письменность киргизский неме, проза да бул. Шо кишини сөөгүш этет. Бул жерде атактуу инсан да. Онун жаздырып жерге коюп коелу дедик. Şu yerде Молда Нияз сөөгү коюлган деп. Биз кыргыздар ошо жерге сыйынып Куран окуп жүрдүк да. Макул. Азыр Бүгүн Шукурат Азимовичти чакырганыбыз себеби ошондон эле. Аны киши келгенде сузуп болуп kişi geldi. Hozir kirkilayotganlaringizni ko'rgan bo'lsalaringiz kerak, biz remontchilarni endi boshladik. Bu etap hamma tomondan remont bo'lib, obodonlashtirish bo'ladi. O'shanda butun aka hokim bilan uchrashib turib, gaplashib, siz aytgandek 5 xilmi, 4 xilmi tilda yozib qo'yib qo'yish kerak. Endi bitta aziz odamlarning qabri ko'p. Hazrat Ali opa dadamiz bor, Hujjat Ali opa dadamiz bor, Hamzaxon hoji bor. Bitta qancha aziz avliyolar yozibdi, hali aniq bilmaymiz. Şuların tarihi nemelerden sizler verseniz de beyandı. An tablişkanı neme kıldırıp veriyoruz Xudo olsa. Hacıga borganda futbolda soğuştağa çıkanına bilginden gördüler. Az yaxşı değil. Cendeleciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Okulgan Kur'an'dan fayda bulan soğuklardır. Bağırdı ötken mu'min Müslümanlar. Şulardan katarda Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ruhuna, cana usul yerde jatkan bağırdı mu'min Müslümanlar ruhlarına, şulardan katarda Molda Niyaz'a tavuklara kacakır. Allah Teala ötkenlerin ahiretine, cayların değerli kabirlerin nurlu kılsın. Allah Teala zamanımızı tinç kılsın. Übül özge tinçlik, amandık, bekemlik versin. Her bir benden maksat dileğini versin. Bir rahmet ki ya Allah'a. Hazır jakşı. Hazır jakşı bolup atat. Mana bir misal için mana bizning nima ekan? Sizlarning ishingizga yilib qolaymiz. Endi biz bunday bir Eğer abi bilişim kerak, biroq ata bobodan qalan saltni, shu do'stligimizni, munosabatni biz buzmasligimiz kerakda. Xudo xolasa buzilmaydi. Endi bundan buyoq hozir yaxshi siyosat ketib o'tadi. Xudo xolasa
Biz ham endi biz ham shu Sovet Soyuzun nima bunda yashagandik. Biz şol eski bizni ko'rgan bilganlarni bizdan keyingi buğumlarga o'tkazib berishimiz kerak tag'in. Shu qilishimiz kerak. Bu yer endi barliq jol Qirg'iz, O'zbek, bu yerda tojiklar ham boshqalar ham barligi borda. Bu yerda mana shu jahonda bu internasional desak, bu musulmon Shahid bo'lganlar ko'p dedilar-ku. shahid bo'lganda barliq nima bo'ladi. Uzoq ziyoratga kelib qaytish bo'lganlar ham shu yerda so'g'ib jotadi. Shuhrat Azimovich Uzun aka har kuni bir-birlari bilan kontaktda turishadi. Hokimimiz aytadi, bir kunda bo'lmaganda Qirg'iziston bilan 2 marta gaplashaman, eng kamida deydi. Qutbiddin aka telefon qilar ekan, tinchmisiz, sog'misiz, ishlaringiz yaxshimi? Hokimimiz telefon qilar ekan, sog'liklarini, ishlarini so'rab turishar ekan. Endi bu narsa hech qachon uzilmaydi. Do'stligimiz ayrilmaydi. Hozir boshlagan ishimiz mana hali aytib o'tdilar, Qutbiddin aka, ertadan keyin hokimlar rahbariyat chiqqandan keyin sizlarning fikrlaringizni ham aytamiz. Bitta ortiqcha muammo yo'q. Qo'pol bilan kelib talashadigan joyimiz yo'q. Orada men Farg'onada o'qigandim uka. Men mana 74-yilga kelganmiz, mana 46 yil, 47 yildan beri men shular bilan qatnashaman. Misol uchun, hozir ham mana o'lüga borib qatnashamiz. Kecha ham to'yga borib keldim. Biz hech qanday mana Qirg'iziston, O'zbekiston olga nima bo'lganda bizning do'stligimiz hech qanday Ayirilish bo'lgan yo'q. Yo'q-ku mana. Mana shu mana Vadilda ham do'stlarim bor mana. Shu Selsev Menda ham xuddi shunaqa. Menda ayirilish bo'lgan biz yo'q. shunday eski do'stligimizni kuchaytirishimiz kerak-da bir-birimizga. Xudo xolasa. Şöyle bizni aytadi. Odamlar katta odamlar keldi hozir. Ha? Buni ham hali Xudo nazar qilib, ko'p chulib qilsa, sen javob berasan. Men deyman. Mani bilasiz. Ha, bo'ldi. Yo'q. Hech xijolatchiligi yo'q, hokim bu. Managa u xijolatchiligi yo'q. Balki nazoratini qilaman. Bo'ldi. Hammamiz bir-birimizni yaxshilaymiz. Batdagi holat menga ayonda. Chunki ular otamni ham tanishadi. Bobomni ham tanishadi. Bu batda xijolatchilik narsa yo'q. Biz ham musulmonmiz. Men o'zim ham batda hamma narsani qo'yib joylaymiz. Yo'l bosmalarni edi. Mana Qayimjon mening do'stim bo'ladi. Uni hammalarni yaxshi taniymiz. Batdan xijolat bo'lmaydi. Uni demaylatib biz nima qilmaymiz. Chunki u 39-yilda mana bu bog' ichini ko'rdik hozir. 39-yilda yatta qabriston. Yatdan keyin chepaga chiqqan, batda ham o'sha LP8dan bu tomondagi barlar kelib qo'yilganki, hali o'tish vaqtida shahid bo'lganlarni qo'yilgan. Shuning uchun bular ham bizni o'zimiz biladigan gapda endi. Bularni hayvon Endi ruxsat bersangizlar, aqsoqollar boraversak, ha. Bizda bugun soat 3 ga nimadan Botganda cho'g'ish bo'lib qoldi. Mayli. Bizda tayyorlanib olib borib, sizlar Cho'g'indan kelganiga rahmat. Bizni elda ko'rgan ozmaz bo'lsa ham sizdan shunchalik ko'ngilni burib kelib ketganingizga rahmat. Ishingizga egalik. Rahmat aka. O'zingizga oralab yerlar va kevayadan keyin tanımaysan deb taringanlar ham bo'ldi. Mana uka o'zing kelding, mana tanıdik. Biz ham sana Tatınbay var, problemalari bunday bo'ladi deb aytamiz elning nemasini endi. bir boraveringizlar. Ya bo'ldi, Baqalasa bo'ldi. O'zim bo'lsin. Kel meni ishlayvering. Yuzingiz yorug' bo'lsin. Davay. Rahmat aka.